Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. Vazirlar Mahkamasining 27-yanvar kungi qarori bilan yangi zamonaviy suzish havzalarini qurish va ishga tushirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Qarorga ko'ra ushbu mexanizm 2025-2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini kengaytirishga qaratilgan Prezident farmoni ijrosini ta'minlash doirasida joriy etilmoqda. Hujjatda belgilanishicha, dastlabki 100 ta suzish havzasi uchun qurish va ishga tushirish xarajatlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Mablag'lar 2026-yil 1-fevraldan 2028-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda amalga oshirilgan ishlar uchun ajratiladi. Bunda xarajatlarning 50% gacha, biroq 100 million so'mdan oshmagan qismi qoplanadi. Reglamentga muvofiq xarajatlar Turizm qo'mitasi huzuridagi byudjetdan tashqari turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Mablag'lar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza topshirgan talabgorlarga ajratiladi. Xarajatlarni qoplash uchun talabgorlar bir qator mezonlarga javob berishi lozim. Xususan, soliq va yig'imlar bo'yicha qarzdorligi bo'lmasligi, qayta tashkil etish yoki tugatish jarayonida bo'lmasligi, faoliyati vaqtincha to'xtatilmagan bo'lishi hamda sud qarori bilan to'lovga qobiliyatsiz deb topilmagan bo'lishi talab etiladi. Arizaga suzish havzasining loyiha hujjatlari nusxasi, qurish va ishga tushirish bo'yicha tuzilgan pudrat shartnomasi hamda ushbu shartnoma asosida to'lov amalga oshirilganini tasdiqlovchi elektron hujjatlar ilova qilinadi. Ariza davlat xizmatlari markaziga shaxsan yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirilishi mumkin. Turizm qo'mitasi ariza kelib tushgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida uni ko'rib chiqadi va xarajatlarni qoplash yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Ijobiy qaror qabul qilingan taqdirda mablag'lar 10 ish kuni ichida talabgorning bank hisob varag'iga o'tkazib beriladi. O'zbekistonda endilikda abonent roziligisiz dastlab bepul bo'lgan xizmatlar pullik qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqda Adliya vazirligi, Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda joriy yilning 26-yanvar kuni davlat ro'yxatdan o'tkazgan telekommunikatsiyalar xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining yangi tahririda keltirilgan. Qoidalarga ko'ra, abonent jismoniy shaxsdan tarif rejasi bo'yicha abonent to'lovi va xizmat uchun mablag' yechishda hisobni salbiy holatga keltirish taqiqlanadi. Abonentlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasining ishonch telefonlariga kecha-kunduz bepul qo'ng'iroq qilishlari mumkinligi belgilandi. Mobil aloqa abonentlariga pullik qo'shimcha xizmatlarga obuna bo'lish bo'yicha kontent xizmatlari ko'rsatishning quyidagi yangi tartibi belgilandi. Xizmatlarni aktivatsiya qilish operatorlarning mobil ilovalari yoki USSD kodlar orqali amalga oshiriladi. Abonentlarning rozilik tasdig'ini olmasdan xizmatlarni avtomatik ulashga yoki dastlab bepul bo'lgan xizmatlarni pullik qilishga yo'l qo'yilmaydi. Content providerlari tomonidan abonentlarga taqdim etiladigan barcha pulli xizmatlar dastlab nofaol holatda bo'lishi kerak. Mazkur hujjat rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oydan keyin kuchga kiradi. Vazirlar Mahkamasining ayrim toifadagi talabalarning yotoqxona xarajatlari davlat byudjetidan qoplab berishni nazarda tutuvchi qarori qabul qilindi. Qayd etilishicha, ushbu imtiyozdan ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan farzandlari foydalanishi mumkin. To'lovlar talaba grant yoki kontrakt asosida o'qishidan qat'iy nazar amalga oshiriladi. Bunda talabalar turar joyiga ustuvorlik asosida navbatsiz qabul qilinadi. Agar davlat yotoqxonasi bo'lmasa, talabalar davlat xususiy sheriklik asosida qurilgan turar joylarga joylashtirilishi mumkin. To'lovlar har oyning 15-sanasiga qadar talabaning bank plastik kartasiga o'tkazib beriladi. To'lovlar 2026-yilda tegishli vazirlik va idoralarga ajratilgan birinchi darajali byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. 2027-yildan boshlab esa ular byudjet qonunchiligi talablariga muvofiq taqdim etiladigan byudjet so'rovnomalari asosida qayd etiladi. O'zbekistonda uyini talabalarga ijaraga berganlar bir yilda jami 64,3 milliard so'm imtiyoz olgani xabar qilingandi. Talabalar bilan 123,6 mingdan ortiq turar joy ijara shartnomasi tuzilgan bo'lib, shunday ijarachilar soni 143,711 nafarni tashkil etgan.
Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazuvchilar qo'lga olinib, ulardan 17,2 kilogramm oltin va kumush qorishmasi ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan davlat zaxirasidagi yerlarda noqonuniy oltin qazib olish va uni kimyoviy qayta ishlash bilan shug'ullanuvchilar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida tezkor tadbir o'tkazilgan. Xususan, noqonuniy oltin savdosiga ixtisoslashgan uyushgan jinoiy guruh xorijiy davlat fuqarolarini jalb qilgan holda soliq, geologiya, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi qator qonunchilik talablariga zid ravishda faoliyat yuritgan. Jinoiy guruhga Karmana tumanidagi sport sohasiga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari boshchilik qilgan. O'tkazilgan tadbirda qonunbuzarlardan 17,2 kilogramm oltin, kumush qorishmasi, 20 kilogramm yarim tayyor oltin mahsuloti, tarkibida oltin zarralari bo'lgan 250 kilogramm boyitilgan ko'mir hamda 280 tonnadan ortiq qum va rudalar, 230 litr maxsus kimyoviy vositalar, oltinni ajratib olishga mo'ljallangan laboratoriya jihozlari, maxsus idishlar, gaz ballonlar hamda boshqa asbob-uskunalar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan. Uyushgan jinoiy guruh tomonidan oltinni ajratib olish uchun sun'iy yaratilgan 4 ta hovuz kimyoviy vositalar bilan to'ldirilib, 1 gektar yer sanoat ishlab chiqarish maydoniga aylantirilgan. Hozirda ashyoviy dalillar ekspertizaga yuborilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida 75 yoshli fuqaroning uyidan 20 kilogramm marixuana giyohvand moddasi chiqdi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi xodimlari o'zaro hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida Jalaquduq tumanida istiqomat qiluvchi 1950-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan. Tekshiruv jarayonida xonadonning tom qismida quruq holatdagi 20 kilogrammdan ortiq marixuana giyohvandlik moddasi borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Rossiya hududida bo'lib turgan migrant bolalar soni o'tgan yil boshiga nisbatan qariyb 25% ga kamaydi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Irina Volk o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir mamlakatda 1 yil avvalgiga qaraganda migrant bolalar ancha kam. Xorijiy fuqarolar, jumladan bolalarning Rossiyada bo'lishini nazorat qilish kuchaytirilgani bu kamayishga sabab bo'lmoqda. Rossiyada 28-yanvardan yangi federal qonun kuchga kirdi. Unga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va ta'lim sohasini boshqaruvchi organ o'rtasida voyaga yetmagan xorijiy fuqarolar bo'yicha ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yildi. Endilikda migrant bolalarning migratsiya hisobiga qo'yilishi, maktab va kollejlarga qabul qilinishi, o'qishdan chetlatilishi va boshqa ma'lumotlar idoralar o'rtasida uzatiladi. Hokimiyat vakillarining fikricha, bu choralar migrant bolalarning Rossiyada qonuniy bo'lishini hamda ularning ta'lim olish imkoniyatini samaraliroq nazorat qilishga yordam beradi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining ogohlantirishicha, bolalarning Rossiyada qonuniy bo'lishi va ta'lim olishini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarni qo'pol ravishda buzgan ota-onalar yoki qonuniy vakillar mamlakatda yashashi nomaqbul shaxslar deb topilishi mumkin. Qayd etish joiz, 2025-yildan Rossiyada migrant bolalarni maktablarga qabul qilish tartibi yanada qat'iylashtirilgan. O'tgan yilning 1-aprelidan boshlab rus tilini bilmaydigan va mamlakatda qonuniy bo'lishi tekshiruvdan o'tmagan migrant bolalarni ta'lim muassasalariga qabul qilishni taqiqlovchi qonun amal qilmoqda. Fransiya hukumati davlat xizmatchilariga video muloqot uchun Google Meet, Zoom va Microsoft Teams kabi AQSh platformalaridan foydalanishni taqiqlaydi. Bu haqda Politico xabar berdi. Qaror hukumat o'z faoliyatini mahalliy texnologik platformaga o'tkazishi doirasida qabul qilindi. Yevropada AQSh xizmatlariga qaramlik borasidagi xavotirlar kuchayayotgani ham bunga sabab bo'lmoqda. Bosh vazir idorasi amaldorlar uchun Vizio nomli video muloqot dasturidan foydalanishni talab qiluvchi ko'rsatma tayyorlagan. Ushbu dastur Fransiyaning idoralararo raqamli boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan. U Outscale kompaniyasining infratuzilmasida ishlaydi. Dinum vakilining aytishicha, ko'rsatma yaqin kunlarda rasman e'lon qilinadi. Qaror 25-yanvar kuni davlat islohoti vaziri David Amelining bayonoti ortidan qabul qilindi. U 2027-yilgacha Fransiya mahalliy video muloqot platformasiga to'liq o'tishni rejalashtirayotganini aytgandi. Fransiya 2025-yil yozda rasmiylarga WhatsApp va Telegramdan voz kechib, faqat
davlat xizmatchilari uchun mo'ljallangan Teachup tezkor xabar almashish xizmatidan foydalanishni buyurgan edi. Hozirda video dasturidan 40 ming nafar xodim foydalanadi. Shu jumladan aksariyat vazirliklar va ularning ayrim tuzilmalari, masalan, Fransiya Milliy ilmiy tadqiqot markazi ham foydalanuvchilar qatoriga kiradi. Dino foydalanuvchilar sonini 250 ming nafarga yetkazishni rejalashtirgan. Idora platformaga o'tish jarayoniga rioya etishini nazorat qiladi va yaqin oylarda davlat internet tarmog'i orqali boshqa video dasturlardan foydalanishni cheklashi yoki bloklashi ham mumkin. Ruanda hukumati Gaaga shahridagi xalqaro arbitraj sudiga Buyuk Britaniyaga qarshi da'vo arizasi bilan murojaat qildi. Unda Britaniya Ruanda hududidan bo'lgan migrantlarni qabul qilish bo'yicha ikki tomonlama kelishuv majburiyatlarini bajarmaganlikda ayblangan. Bu haqda hukumat vakiliga tayanib Deutsche Welle xabar berdi. 2024-yil 25-aprelda Britaniya tomonidan tuzilgan ikki tomonlama kelishuvga ko'ra Buyuk Britaniya migrantlarni qabul qilish va ularni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish evaziga Ruandaga moliyaviy yordam ko'rsatishi lozim bo'lgan. Biroq 2024-yil iyul oyida hokimiyat tepasiga kelgan Kir Starmer boshchiligidagi yangi Britaniya hukumati Ruandaning oldindan roziligisiz kelishuvni haqiqiy emas deb e'lon qilgan. Kelishuvga ko'ra Buyuk Britaniya o'tgan yilning aprelida va shu yilning aprelida Ruandaga 100 million funt sterling, ya'ni 138 million AQSh dollarini ikki teng qismda to'lashi shart bo'lgan, ammo buni amalga oshirmagan. Shuningdek, o'zini ta'minlay olmaydigan ruandalik migrantlarni 3-davlatga ko'chirish sharti ham bajarilmagan. Ruanda rasmiylari nizoni diplomatik yo'llar orqali hal qilishga urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangandan so'ng ishni sudga oshirgan. Janubiy Koreya prezidenti Lee Jae-myung olingan mablag'larni sog'liqni saqlash ehtiyojlariga sarflash maqsadida shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga aksiz solig'ini joriy etishni taklif qildi. Bu haqda Lee Jae-myung X ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirgan. Seoul gazetasida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, janubiy koreyaliklarning 80% tarkibida shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga yig'im joriy etish taklifini qo'llab-quvvatlagan. Shu bilan birga respondentlarning 75% gazlangan ichimliklardan yig'im undirilishi kerak deb hisoblasa, 72% pishiriqlar va qandolat mahsulotlarini tilga olgan. So'ralganlarning 94.4% tovarlar qadog'iga shakarning zararli ta'siri haqida maxsus ogohlantirish qo'yish g'oyasini ma'qullagan. 1030 kishi o'rtasida o'tkazilgan so'rovni Seoul Milliy universiteti qoshidagi Salomatlik madaniyati tadqiqot tashkiloti amalga oshirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning 120 ga yaqin mamlakat tarkibida shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga nisbatan maxsus soliqlar joriy etgan yoki boshqa choralar ko'rgan. 2018-yilda Buyuk Britaniya gazlangan ichimliklar ishlab chiqaruvchilardan yig'im undira boshlagandi. Natijada ularning tarkibidagi shakar miqdori 47% ga kamaydi. AQSh prezidenti Donald Trump Eron yadroviy kelishuvni qabul qilmasa, Tehronga qarshi harbiy zarba berilishi mumkinligi bilan tahdid qildi. Bu haqda Truth Social ijtimoiy tarmog'ida bayonot berdi. Trump Eronni imkon qadar tez muzokaralar stoliga o'tirib, yadroviy qurolsiz, adolatli va teng huquqli bitim tuzishga chaqirgan. Uning so'zlariga ko'ra, vaqt tugab bormoqda va agar kelishuvga erishilmasa, keyingi zarba 2025-yilning iyunida o'tkazilgan yarim tun bolg'asi operatsiyasi doirasidagi hujumlardan ham kuchliroq bo'ladi. O'sha paytda AQSh havo va dengiz kuchlari Eronning yadroviy obyektlariga zarba bergan edi. Shuningdek, Trump mintaqaga USS Abraham Lincoln aviatashuvchisi boshchiligidagi ulkan flot yo'naltirilayotganini ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, bu flot Venesuelaga yuborilgan kuchlardan ham kattaroq bo'lib, zarurat tug'ilganda kuch ishlatishga tayyor. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Trump Eron bo'yicha yangi harbiy variantlarni ko'rib chiqmoqda. CNN va Reuters manbalariga tayanib yozish muhokama qilinayotgan variantlar orasida Eron rahbariyati va xavfsizlik kuchlari vakillariga, shuningdek, yadroviy obyektlar va davlat muassasalariga zarba berish ehtimoli ham bor. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.